ism vosiylar. Endi ana shu yorug'likka yaqinlashgan paytida ajib manzarani guvohi bo'ldi. Qur'onda zikr qilingan eng ajib manzaralardan bittasi. Bu o'tmas edi. Bu yorug'lik tarqatib turgan daraxt edi. Ana shu daraxt oldiga borganda Robboniy nido boshlandi. Bu ana shu Tuvo vodiysida bo'lgan bu hodisaga hech narsa barobar kelmaydi. Chunki Alloh taolo tomonidan bandasiga farishta vositasisiz to'g'ridan to'g'ri xitob boshlandi. Yer yuzida bo'lgan bu ishlarning o'rtasida Musa alayhisalom bilan Alloh taoloning o'rtasida bo'lgan bu xitobga hech narsa barobar kela olmaydi. Faqat bundan ustun bo'lgan bitta voqea bor. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oliy illiyinda Parvardigori bilan suhbatlashganligi. Ya'ni farishtalar Jabroil alayhisalom payg'ambarlarga vahiyni olib keluvchi farishta bo'lsa, vosita orqali Alloh bilan payg'ambarlar gaplashgan. Lekin Musa alayhisalom to'g'ridan to'g'ri gaplashdi. Subhanalloh. Alloh taologa Musa alayhisalom keyin aytadi, Parvardigor, mana men sen bilan to'g'ridan to'g'ri bevosita gaplashdim. Meni shunday bir mavqega ko'tarding, meni shunday o'zingga yaqin qilding. Endi mendan ko'ra senga yaqinroq banda bormi deb so'raganda, Parvardigor olam javob berib aytdiki, ey Musa, siz bilan gaplashdik, o'rtada 50 mingta farda bor edi. Oxir zamonda Muhammad ismli payg'ambar keladi. Uni ummatlari bilan har kuni 5 marta gaplashaman, o'rtamizda bitta ham farda bo'lmaydi dedi. Alloh taolo siz bilan bizga mana shunday martabani inom etgan. Bu namoz o'qiyotgan odamlar haqida gapiriladi. Alladina hum an solatihim sahunlar haqida emas, namozlarga beparvo bo'lgan kishilar haqida emas, namozni vaqtida qoyim qilgan kishilar haqida gapirilgan. Bir qancha rivoyatlar bor. Musa alayhisalom lavhda ko'rdim, Parvardigor bir ummat kelar ekan, ularda tahorati suv bilan ham bo'lar ekan, turpoq bilan ham bo'lar ekan. O'sha ummat meni ummatim bo'lsin deganda, u Muhammad ummati deydi. Parvardigor ana shu lavhda ko'rdim, bir ummat bo'lar ekan, ularda namozi masjidda ham bo'lar ekan, uyda ham, ko'chada ham bo'lar ekan. O'sha fazilat meni ummatimniki bo'lsin deganda, u Muhammad ummatidir ekan. Parvardigor bir ummat bor ekan, gunoh qilsa bitta gunoh yozasan ekan. Savob qilaman deb niyat qilib qilmasa bitta yozasan ekan savobini. Lekin qilmasa bitta yozasan ekan, qilsa 10 tadan 700 tagacha yozasan ekan. Ana shu ummat meni fazilatim, meni ummatim ana shu fazilatga ega bo'lsin deganda, bu Muhammad ummatidir ekan. Shunda aytar ekan, Parvardigor, meni payg'ambar qilguncha Muhammadga ummat qilsang bo'lmasmidi der ekan. Shunda Alloh aytadi, ey Musa, xuzma ataytuka biqu